Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 13-iyul sanasi. Kuzgi bodringlarni ekib bo'ldik bugun. Ertalabdan. Bu gibrid Bayer'da Roja gibridi. Germaniyaniki. Ikilindida hozir mana shu ustiga yangi tuproq tortmay ekilgan. Ekilgandan keyin yaxshilab sug'orib olish kerak. Kecha ham suv berilgandi, yana ham ozroq yurgizdik suvda. Birinchi suv juda muhim. To'yinib olish kerak. Keyin tagidan 10 litrga 5 gramdan maksimalashtirib 200 gramdan quyib chiqdik. Endi ildizlar joylashib olguncha 4-5 kun vaqt kerak bunga. 4-5 kundan keyin ildiz yurib olgandan keyin shu birinchi oziqasi beriladi. O'zi kuzgi bodring, kuzgi pomidor yetishtirish juda qiyin. Sababi hamma hasharotlar avj olgan payti bo'ladi. Ayniqsa tuta, keyin o'rgimchak kana, oqpashsha. Kuzgi pomidor yetishtirish juda qiyin. Viruslar ham juda avj oladi. Endi shu hasharotlarga ishlab turamiz, imkon qadar immunitetini ham ko'tarib. Immunitet baquvvat bo'lsa, yengilroq o'tadi viruslar. Asta-sekin qo'yib boraman videolarini ham. O'sishi, rivojlanishi. Birinchi oziqasidan keyin video qo'yarman. Ko'chat holati yaxshi hozircha. Tipa loyiha qilingan. Kunlar issiq, haddan. Joylashib olgandan keyin sekin-sekin yengillatish kerak bu loyihani. Juda ham toza qilib yuvmasdan salgina yengillatib qo'yaman. Issiqlar o'tib olgandan keyin. Hozir loyiha bo'lmasa agar tepa, mana kuydirib yuboradi mana shularni. Ko'chatlar kuyib ketadi issiqda. Shu tashqari bilan mana ichkari farqi. Shu tepani loyiqalar hisobiga. Yerimizda nematode yo'q, lekin yerda zamburug'li kasalliklar bor. Ularga ham ishlab turish kerak. Hozircha bizda shular. Kuzatishda davom eting. Nasib bo'lsa qo'yib boraman videolarini.